Assalomu alaykum, Fabirlik mahsulotlarining oshiqlari. Qalaysizlar, go'zalliklar? Sog' salomat yuribsizlarmi? Mana yangi videoda sizlar bilan takror uchrashtirgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Juda ham ko'p novinkalar bor, juda ham qiziq mahsulotlarimiz bor. Qaranglar, diqqat bilan qaranglar, ko'zlaringizni uzmasdan turinglar. Chiroyli narsachalarni ko'rsataman hozir. Nimadan boshlasam ekan? Hammasi bir-biridan qiziqda, hammasi. Shuning uchun keyinlar kichkinasidan boshlab kattasiga ketamiz. Demak, kichkinasidan boshlasak. Bugun yana ishxonaga dostavka qildirdik, chunki smenadan ham. Mana cheklarimiz. Demak, kichkina yangilikdan boshlaymiz. Novinka, ta-da-da-dan. Fabirlik kompaniyasidan mana shunaqa ot yiliga moslashtirilgan artikuli 910-656 bo'lgan. Tak, nima deyapti? Fortuna qizil krushka deyapti. Kartondan o'zbekchasi nima edi? Charxpalak, ya'ni omad charxpalagimi shunaqa. Mana shunaqa, qaranglar qanaqa chiroyli, go'zallik. Kimga oldimmi? Humoyun poshshomga oldim. Chunki Humoyun poshshom o'tgan yilgi Ilon yiliga nima qilingan, ishlab chiqarilgan mana shunaqa krushkani, mana bu qo'li ushlaydigan nimasi, qo'li singan. Ko'p yig'ladi, sinib qoldi, endi nima qilaman deb keyin zo'rg'a uni mana shu krushkani ko'rsatib, ikki xili bor, oqi bor, usti oq mana bu nimasi, rangi va qizili bor edi. Qaysini olamiz o'g'lim? Yangi yilda yangi krushkani olib, eskisi bilan xayrlashamiz. Xo'p desang, rasmga olaman o'sha krushkangni esdalikka dedim. Qaradi-da rozi bo'ldi. Buni Humoyun poshshoga oldik. Demak, videolarni bugun ayri ko'rsataman, novinkalarni. Nimaga deganda, yaxshi ko'rib olishlaringizni xohlayman. Bemalol o'rniga qo'yaylik. Kimga kerak bo'lsa, katalog narxi 154 ming. Juda ham zo'r. Bunaqasi kachествоsi dahshat. Nima deyapti? Balandligi 10,5 cm deyapti. Krushkani obyomi 330 ml va materiali farfir deyapti. Nimada olovdan saqlang deyapti. Posuda yuvadigan mashinkaning ichiga tiqmang. Yo'q, kir mashinani ichiga tiqmang deyapti. Kim kir mashinani ichiga tiqadi? Shunaqa minus plus qilib qo'yibdi. Bo'ldi shu. Va yangi yil sovg'alarini boshlatdi. Bu Humoyun poshshomga yangi yil sovg'asi. Har qancha o'ziga ko'rsatgan bo'lsam ham baribir yangi yil sovg'asi. Keyin mana bu yerda bu tug'ilgan kun sovg'asi deylik. Chunki yangi yil baribir yangi yilga kiradi. Mana bir juda ham yaqin insonimiz, xudo xolasa, tug'ilgan kunlari qish oylarining birida. Shuning uchun buni uchiga oldim. Oila a'zolarimdan. Bu mujskoy anavi kosmetichka. Buni baquvvatliligiga qarang, qanaqa zo'r kosmetichkamiz. Shunday ko'rib sevib qoldim, oshiq bo'ldim. Ichidan qog'ozlarni chiqarsak, mana shunaqa Fabirlik yozgan, mana ichida bitta zamochkasi bor. Lekin baquvvatgina ekan. Yo'lga olib borsa ham yaxshi. Erkaklar o'sha hamma narsasini alohida solib olib qo'ysa ham yaxshi ekan. Qaranglar mana. Mana ichi. Bu qismi ham bor va hissalari ikki tarafda ham bor ekan zamochkasi mana. Va o'rtada yana mana bunaqa qo'yadigan joyi bor ekan. Baquvvat material, qaranglar, juda ham yoqdi. Lekin bu haqda anaqa qog'ozcha ma'lumot hech narsa yo'q ekan. Buni katalogdan ko'rishim kerak edi. Katalog ham qo'limda yo'q, bu safar keladi katalog. Shuning uchun shu bilan cheklanamiz. O'tgan safar o'zimga kosmetichka oldim-ku. Bu safar hozir aytsam bilinib qoladi, shuning uchun yaqin insonimga deyman, men surpriz qilmoqchiman o'shiga. Mana shuni xudo xolasa qo'llariga ichiga sovg'alarni to'ldirib topshiramiz. Keyin yana nima bor? Yana bitta yaqin insonim bor. Yangi yilga sovg'a oldim mana. Qachondan beri xohlaydi shu narsani. Unga ham surpriz. Bilib qolsa o'zidan ko'rsin. Mana bu kosmetika для уютного domadan Fabirlik Home. Buni nimasi zo'r? Artikuli 308-46
Parfyum для стирки в granulах deyapti. Цветочная гармония. Ya'ni pardalarni yuvganda o'sha o'tiradigan boyagi mebellaringizni ustiga soladigan boyagi matolaringizni yuvganda, polotensalarini yuvganda, qishki, yozgi kiyimlaringizni yuvib olib qo'yganda shunday hidlarini betakror qilib beradi. Mana shunaqa yaxshi narsa. Yana mana yozyapti. Aromat, который создает настроение, длительный свежесть deyapti. Одежды и тканей. Xo'p, granulani pustoy barabanga solasiz deyapti. Bilyoni stiralniy mashinaga solib, ustidan для стирки o'sha parashok-marashogingizni solib aylantirasiz deyapti. Va uni приятный aromatidan necha hafta mazza qilib o'zingizni xursand qilib yuring deyapti. Настроениеңizni ko'taring deyapti. Mana shuni yoniga kardon paket podarочный olmadimda, mana bu podarочный paketlarimiz juda ham baquvvat. Shuning uchun sovg'ani olib, bu kardon paketni nima qiladi deganda, polietilen solib, namga tushirib qo'yapsiz. Sizlar ham shoshilinglar, fabrikda juda ham ko'p mahsulot bor. Yaqinlaringizga sovg'a qilish uchun. Yiqitdimi? Keyin yana nimamiz bor? Ko'rsataveraman asta-sekin. Demak, videomizni to'xtatamiz. Boshqa narsalarga o'tamiz.